Murodjon aka bizga bitta savol tushibdi. O'rtog'im bilan biznes boshladik. Vaqt o'tgandan keyin uni asl yuzini ko'ra boshladim. Shunda do'st bilan biznes qilish to'g'rimi yoki noto'g'rimi? Gap biznesda ham emas, do'stda ham emas, hech narsada emasda. Gap o'zi insonni qachon bilasiz, qachon birga safar qilsangiz, pul muomalasi qilsangiz, qo'shnichilik qilsangiz bilasiz. Insonni qanaqaligini, ichini ungacha bilmaysiz. Siz biznes qildingiz, pul masalasi ko'tarildi va muammo chiqdi. Bo'ldi siz shunda bildingiz u odamni. O'shaning uchun bu bitta javobda. Ikkinchi masala, do'st bilan biznes qilish kerakmi, qilmaslik kerakmi degan savol noto'g'ri. Har qanday odam bilan ham biznes qilsa bo'ladi. U do'stmi, akami, ukam farqi yo'q, faqat manfaat masalasi. Agar siz manfaatlar ustida do'stlashayotgan bo'lsangiz, u bo'lmaydi, hech qachon bo'lmaydi. Yaqin do'stingiz bor, yozuv chizuvlarini cho'tki qilib, nemetskiy ratchet qilib olsangiz, дружба degan narsa to'g'ri-da. Joy-joyiga qo'yib olsangiz, hamma bilan biznesda bo'ladi.